sabr toqat musibatdan keyin albatta yaxshi kunlar keladi. Qiyinchilik izidan xursandchilik keladi. Bibi Maryam onamizni qissalarini ko'radigan bo'lsak, u kishi turmush ko'rmasdan homilador bo'ldilar. Qavmlarning ichida mazammat qilindilar. Hattoki koshki bundan oldin o'lib ketganimda edi dedilar. Maryam onamiz kelajakda u kishini farzandlari, homilalari Allohning payg'ambari bo'lishligini bilmasdilar. Shuning uchun musibat kelganda, qiyinchilik kelganda u qancha davom etmasin, noumid bo'lmaslik kerak, mahzun bo'lmaslik kerak. Uni ortidan albatta yaxshilik keladi. Alloh taolo mo'min bandasini xorlash uchun musibat bermaydi, balki uning darajasini ko'tarish va gunohlarini kechirish uchun imtihon qiladi. Bu haqda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar bandaga Allohning huzurida bir manzila yoziladigan bo'lsa va banda u manzilaga o'zini amali bilan yeta olmaydigan bo'lsa, Alloh taolo uni baloga uchratar ekan, sinov berar ekan. Badanida, molida, farzandida sinov berar ekan. Va o'zi ana shu musibatga sabr qildirar ekan. Alloh taoloning huzurida yozilgan maqomga yetishligi ana shu sabr orqasidan bo'lar ekan. Inshaalloh bu Allohning huzurida menga yozilgan maqomga erishtiradigan musibat. Alloh o'zining sabr berganda sabr qilish kerak.